sizlar har doimgidek sizlar bilan Jamshidbek. Короче, bugun biz poyga serialining birinchi qismini olyapmiz. Men g'irt bekorchi. Umuman ish yo'q. Betimni bo'la. Umuman ish yo'q. Pulim ham kam. Chiqib umuman g'irt bekorchiman. G'irt. Короче, hozir men mana shu sotib olmoqchiman da, 200 dollar ekanda, lekin voy bu. Men mashinaga ishga kirsam bo'larmikan zapravkaga? Mana. Assalomu alaykum, brat, siz mana shu meni zapravkaning xo'jayinimisiz? Ha, albatta, men mana shu zapravkaning xo'jayiniman. Nima ish kerak ukajon? Brat, men mana shu zapravkaga ishga kirmoqchi edim-da. Ha, uka, yaqinda kirish. Sendaqa bo'mishlar bizga kerak emas. Bor yo'qol, bo'mish. Bratam, bo'mish demang, ha. Brat. Yo'qol. O'ziz bo'mishsiz, bo'mish. O'zizcha bizdan bo'mish deydi. Biz hali mana shu mashinalarda, Wow, Jiguli, Jiguli. Jiguli. Kafe, qornim och. Mana tekinga ovqat beraman. Assalomu alaykum, brat. Qaniysan? Tekinga ovqat bermaysizmi? Yo'qol. Men senga ovqat bermayman deyinga. Bratan, endi ishga olmaysizmi, brat? Ha, sen albatta ishga olishim mumkin. Ha, bo'pti, brat. Dastlabkachilikmi? Ha, albatta. Sen dastlabkachilik qilasan. Xo'p, brat. Hozir senga jakka tushsa, sen olasan-da, Jigulini minib ketasan. Tushundingmi? Ha, xo'p. Alo. Alo. Menga ovqatlarning hammasidan bir stak olib kel. Ha, xo'p. Hozir zakatsizni yuboramiz. Hey bola. Ha. Senga zakaz tushdi. Xo'p. Mana narsalarni oldim. Xo'p, brat, hozir olib beraman. Qo'ralay. Beraman seni dadingni. Jigulida boramiz ekan. Voy bu. Shu mashina Yo, mashina Qachon kerak shu zakaz? Voy, bu Lamborghini-mi? Lamborghini. What the hell? Kimlar bilyapti? Ha, bratan. Zakatsiz aytmadingiz? Brat, hozir kelyaptimi deyman. Mashinani, what the hell? Bugattilar, wow. Yo, aytvoringmi? Akula bor. Voy, baliqchalar, qochinglar. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz, ha? Zakatsiz olib keldim mana. Alaykum assalom. Hozir beraman. Brat, oldingizmi? Ha, oldim uka. Bo'ldi. Pulini berasizmi, brat? Ana, brat. Davay. Brat, uyingizda bir tomosha chiqay. Bo'lamiz. Siz pulni olib chiqdiring. Ha, o'qimayman. What the hell? Mira shu uyda What the hell? Oshxona ekan bu yer. Mana nima bo'ldi? Zo'ragan ekan, Menga yoqib qoldi mana shu uylar. Men qachon shunaqa uydan olaman?
menga ham yoqadi. Men uyimni ko'rdilar, uy emas kulbacha. Bu ham uyni daraxtdan, ferma, mana shu uylarda ham bir ko'rib chiqamiz. Voy, yotadigan joy. Voy, oldiga tushib ketdim. Bu yerda o'yna kerak. Oynadan tez chiqmadi. Qoch, akulalar bor. Nimasi kerak? Okey. Berat, men akula qo'ygansiz. Berat, qaytasiz? Voy, shashara. Okey. Bering. Pul. Voy, $20. Nechi dollar? $20 uka. O, $200 bo'lar ekan. Voy, Tushi, rahmat sizga, bratanim. Men zakaslar bo'lsa faqat menga bering. Qo'ldan ana bratanim, Tushi. Bratan, alades. Shashas, bu 3-etajdan bormi? Yo'q. Bor-ku. Bitta ko'rib chiqay, bratan. Bitta. Bor uka. Bir bormi rostdan? Hazırlaşalım. Bu bor ekan 3-etaj. Bu bilyard oynayasizmi, brat? Gel. Ha. Bitta chachordim, ko'rdingmi? Chachordim, ko'ryapsizmi? O'rang. Uka, ko'rding, tezroq ko'rding. Короче, biz mana brat bilan o'ynab oldik bilyard. Mana brat meni ancha hisobga yutib tashladi. Mana sharshirasi bratanimizni. Bratano, daraxtdan yasalgan uy sizniki emasmi? Bitta ko'rib chiqay o'shani, bratan. Orzu qilaman shuni oylarda yashashni. Oyog'im, ay, brat tushib ketdim. Bormi o'zi ukacha? Ay, tushib ketdim. Jigulimni qarang. Brat, ish yo'qmi? Yo'q, hozircha. Brat, mana uyni ko'rib kelsam bo'ladimi? Mayli uka, ko'p kelaver. Rahmat, bratim. Tamam, uni qarab turaman. Obrachilar, mana biz mana shu uyni ko'ramiz. Ichida narsa bo'lsa uxlatamiz, bular. Brat, siz ham kelyapsizmi? Voh! Bratim kelyapti. Voy, brat! Voy! Ukacha. Tushib ketdim. Mana nima? Ayti. Mana agarotmi? Ha. Agarot. Voy, katta okean ekan. Voy, mayda odamlar bor. Tushib ketmay. Bratlar, qandaysizlar? Suvda bo'yida yurish mazami? Senyorlar, mazzarat. Ya, bratlar, tusholmayman. Ismingizmi? Farruh boy desagan bo'lar ekan sizni. Lamborghini, Bugatti'lar ko'rdim. Farruh boy aka, bo'pti, men ketaman. Borishim kerak. Bo'pti, yaxshi. Bo'pti. Bratlar, $200 ishlab oldik. Ana uyni naql ko'rishga ketdik. Yig'ilingga olib borib beramiz, aylanib kelamiz. What? Bo'laka yo'lda o'ynashni qaranglar mana. Yo'lda o'ynaydi. Uy sotiladi. Hali bizga $1000 kerak. Mana brat, siz mana ishga olmovdingiz? Yo'qolmaymiz. Brat, siz mana ishga olmovdingiz. Mana qarang, men Jiguli oldim. Mana $200 buni, tushunyapsizmi? Yo'qolmabdi. Bunga foydasi yo'qmi deyman, ketdik bratlar. Jigulini qaranglar. Vasligima 107. Aynan turibdi. Voy, mana mashina sotilar ekan. Voy, mashinalar bir ko'rib chiqish kerak. Aslan aka, brat, mashina sotiladimi? Sotiladi. Bekorga qo'ygan yo'q-ku. Mashina narxi necha pul? Jigulilar $500. Bugattilar $1200. $1000 qo'y. Voy, brat, bir ko'rib chiqay. Bemalol ko'raver. Nima deysiz? Bemalol ko'raver deyapman. Va bizda hozir nerda ko'ki bor, mana shu Bugattini ko'ray.
salpanusi, bu qop-qora. Qo'y, brat, siz ham siznikimi bu? Yo'q, tomosha qilyapman. Ha, men ham tomosha qilyapman. Bo'pti. Biz qachondir ham kelib mana shu mashinalarni olamiz. Bratan, men qachondir ham kelib mana shu Bugattilardan ikkita uchta olib ketaman. Ha, bo'pti, bor ketaver. Brat, nima qildim sizga? Yo'q, prosta. Ha, bo'pti. Bo'pti. Yurida bir shahardan shahar tugatsin. O, to'xtan etdi. To'xtaydi. Voy, mashina urildi. Voy, qilib qo'ymagan. Qilib degas bo'lmasa bo'ldi. Ketdik. O, mana shu uylarni ko'rib chiqishga. Olg'a. Mana shu uylarni ko'rib chiqay. Voy, Xitoy uylarmi? Voy, ancha zo'r. Wow. Kattasini ham ko'ramiz. Ketdik. Obunachilar, buni ikkinchi qismi 20 ta laykdan keyin chiqadi. 10 ta yoki 20 ta layk yig'ib beringlar chiqadi. Wow. Ketdik. Aytgancha, bratni ketib qolmasmikan? Mashina sotiladigan, qachondir ham kelib olamiz mashina, uylar olamiz. Agar bitta Bugatti olsam, poyga o'ynardim-da, poygada qatnashardim, trassaga borib. Qani edi meni ham bitta Bugatti, Lamborghinilar bo'lganda poyga o'ynardim balki. Mashina yaxshi-ku. Os ko'rsataman sizlarga drift qilishimni. Zo'r drift qilaman lekin. Voy. Os ko'rasizlar. Yig'ilida drift. Ana drift qildik. Ketdik ana. Ancha odam agar ketib qolmasligi, kimlik yarashmasligi. Xo'jayin oldiga ketamiz. Assalomu alaykum, brat. Qandaysan? Yaxshi, brat. Ana shu mashinalar o'zi siznikimi yoki biror odam sizga sotishni buyurganmi? Yo'q, bu mashinalar meniki emas. Bu mashinalarni Farruxboy menga sotishga buyurgan. Nima deysiz? Farruxboy. Farruxboy. Boyagi odammi? U do'stdan boy ekan. Yo'qsa Farruxboy emas. O'sha odamlar kimsasan ekan. Voy, o'tib ketgan ko'rgan. Xo'jayin. Assalomu alaykum, xo'jayin, men zakasni yetkazib berdim. Malades. Necha pul berdi? Brat, $200 berdi. Keyingi sotganingda hozirgini yilligi va keyingini yilligini qo'shib menga $100 berasan. Tushundingmi? Ha, albatta, brat, sizga $100 beraman. Bo'ldi, shunday bo'lsin. Farruxboydan qarz oldiraymikan, obunachilar? Yo'q. Uchun Farruxga Farruxboy ko'proq zakaz qilsa, $600, $1000 zakaz bersa, men unga arzonroq berdi deyman-da.
Obunachilar video tugadi, o'z yakuniga yetdi. Buni ikkinchi qismi 20 ta laykdan keyin. Xayr!